Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Johnny Zox YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bu meni YouTube'dagi katta birinchi videoyim bo'lganligi uchun do'stlar, ozroq kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, ming bora oldindan uzr so'rayman. Hozir ko'rib turganinglardek, men parkdaman, ya'ni o'rmonga o'xshagan parkdaman. Bu videoyim Istanbulda yashaydigan o'zbekistonliklar uchun, ya'ni men obunachilarim uchun o'rtoqlar, bu yerdagi Beshiktashdagi Yildiz parkiga kelib qanday imkoniyatlar bor bu yerda dam olib, o'rtoqlar bilan vaqt o'tkazish uchun. Shuni sizlarga obzor qilib ko'rsataman o'rtoqlar. Meni birinchi katta YouTube videoyim bo'lgani uchun albatta like va podpiska bosib qo'yishni unutmanglar. Bu men uchun juda ham katta qo'llab-quvvatlash bo'ladi va sizlarga bundan ham kuchliroq kontentlarni olishga va qiziqarliroq kontentlar ishlashga harakat qilaman. O'rtoqlar ko'rishlar mumkin. Parkka kirish mana shunday ko'rinishda. Bu tomondan ketishlar ham bo'ladi, markazdan ketishlar ham bo'ladi, chap tomondan ketishlar ham bo'ladi. Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Yaxshi sizlar charchamayapsizlarmi? Bayramingiz muborak bo'lsin yana bir marta. Xullas bugun ertalab shundoq turdimda, tashqariga bitta qarasam, juda ham yoqimli yomg'ir yog'ayotgan ekan. Katta ryukzakni tashladimda, ketdim tabiatga deb. Qaranglar mana bu yerga. O'rtoqlar ko'rishlar mumkin. Bu Yildiz parkda markazdagi ko'li, ya'ni ko'lchasi desa ham bo'laveradi. Hozir ko'rsataman. Bu yerda ko'pincha chag'aliklar bor ekan. Odatda o'tgan safar kelganimizda o'rdaklar, oqqushlar ko'rgandik. Hattoki toshbaqalar ham bor edi. Bu yerda ko'rishlar mumkin. O'rdaklar bor ekan. O'rtoqlar, agar videoni haligacha ko'rayotgan bo'lsanglar, bu videoga like, podpiska bosib qo'yishni unutmanglar, chunki bu meni birinchi YouTube videoyim bo'lgani uchun bu menga juda ham katta qo'llab-quvvatlash bo'ladi va sizlarga yana ham qiziqarli videolar tayyorlashga harakat qilaman. Ayniqsa bahorda yomg'irni bilasizlarmi o'rtoqlar, qandaydir sovuq ham bo'lmaydi-da, sovuq ham bo'lmaydi, qandaydir yoqimli bo'ladi. Endi bu ko'prikning manzarasiga baho beringlar. Bu yerda ko'lda davom etgan ekan, kichikroq varianti. Bu yerda bo'lsa o'zimizning ko'l. Hozir o'rtoqlar, men parkda shimoliy qismidan chiqib, janubiy qismiga sekin yuryapman. Deyarli parkda 3 dan 2 qismini aylanib bo'ldim. Vlogimni ham deyarli olib bo'ldim, hamma joyini obzor qilib. O'rtoqlar, keyin bunaqa o'tirib piknik qiladigan skameykalar mana bu yerda ham 2 kishi o'tiribdi ekan. Bunaqa joylar juda ham ko'p. Shunaqa piknik qilish uchun, Kelib o'rtoqlar bilan o'tirish uchun qo'yilgan joylar juda ham ko'p ekan. Eng qizig'i do'stlar, bu parkka kirish mutlaqo tekin. Qaranglar, shuncha go'zal manzara, o'tiradigan bemalol, ayniqsa quyosh chiqqanda kelib bunaqa skameykalarga o'tirishlar shart emasda, bunaqa yam-yashillikni ko'rib o'rtoqlar yam-yashil joylarda o'tirib bemalol piknik qilsalar bo'laveradi, ko'rishlar mumkin. Har bir qadamga qo'y tashlagan. o'rtoqlar, parkning o'rtasiga suv qo'yib qo'yishdi. Bu tushar ekan, toza ekan, aytsa bo'lar ekan. Qarshi bu yoqqa kelganda suv bilan muammo bo'lmaydi. Xullas o'rtoqlar, sizlarga manzilni aniq qilib tushuntiradigan bo'lsam, juda ham oson. Agar Istanbulda yashasangiz, Istanbulda bo'lsangiz Beshiktosh kelasiz. Beshiktosh maydoni degan durak bor. Agar avtobusda kelaman desangiz, Beshiktosh maydoniga shunday tushib, Bahçeshehir universitetining ko'chasiga shunday kirasiz. To'g'ri yurasiz, bir 200-300 metr to'g'ri yurganingizdan keyin chap qo'lda Yildiz parkni ko'rasiz. Shunaqangi
go'zal vid bor o'rtoqlar. Kirib hech qachon afsuslanmaysiz o'rtoqlar bu yoqqa kelganinglarda. Ayniqsa agar quyosh chiqsa bu yerdagi dengiz vidini qaranglar o'rtoqlar. Hozir ozgina tuman bo'lgani uchun vid unchalik ochilmayapti. Qaranglar o'rtoqlar. O'rtoqlar, orqamda turgan dengizni ko'ryapsizlarmi? Ha, agar quyosh chiqqanda juda ham ochiq ob-havoda bu yoqqa kelsanglar, orqadagi vid shunaqangi go'zal bo'lib ochiladi. Bu yerda rasmlar qilasizlar, juda ham foydali bo'lasizlar, o'rtoqlar. Ko'rishlar mumkin. Bunaqa mushukni yomon ko'rsanglar, kelmay qo'yinglar, o'rtoqlar. Qaranglar. Har bir qadaminglarda chiqadi bunaqa mushuklar. Bu yerdagi vidni ko'rib, o'rtoqlar. O'rtoqlar, bu yoqda juda ham go'zal bo'lgan bog' bor ekan. Ko'rishlar mumkin. Agar GTA o'ynagan bo'lsanglar, o'sha GTAdagi bog'larga o'xshaydi, gardilar bo'ladi-yu. Ayniqsa bu butalar.